Prezidentimizning tadbirkorlar bilan o'tkaziladigan ochiq muloqotiga tayyorgarlik ko'rish maqsadida Farg'ona shahrida O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati mas'ullari va mutaxassislari ishtirokida tadbirkorlar bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Farg'ona neft bazasi mas'uliyati cheklangan jamiyatida tashkil etilgan tadbirdan ko'zlangan asosiy maqsad tadbirkorlarning murojaati, taklif va muammolarini o'rganish, ularning yechimi yuzasidan amaliy choralarni belgilashdan iborat bo'ldi. Ochiq muloqot davomida yoqilg'i quyish shoxobchalarini uzluksiz yonilg'i bilan ta'minlash, fermer xo'jaliklarining mavsumiy yonilg'iga bo'lgan ehtiyoji, yonilg'ini tovar xomashyo birjasi orqali xarid qilish tartibi hamda bu jarayonda tadbirkorlar duch kelayotgan muammolar muhokama qilindi. Ochiq muloqot bo'lib o'tdi. Neft mahsulotlarini yetkazib berish, sotish va tarqatish bo'yicha bu yerda ancha tadbirkorlarni qiynayotgan masalalar ko'tarildi. Aksiz soliqlar, yetkazib berish bo'yicha, narxlar bo'yicha masalalar ko'tarildi. Yechimlari ba'zilariniki taklif qilindi, ba'zilariniki tegishli tashkilotlar bilan o'rganib chiqib, ma'lumot aytiladigan bo'ldi. Ancha foydali bo'ldi deb o'ylayman. Ayniqsa tadbirkorlar orqali fermerlar xalqqa. Uchrashuvda tadbirkorlarga GTL Eurocault rusumli dizel yonilg'isi haqida ham atroflicha ma'lumotlar berildi. Bugungi kunda bozor talabidan kelib chiqib, sifati yuqori va raqobatbardosh bo'lgan ushbu yonilg'ini neft bazalari orqali to'g'ridan-to'g'ri hamda O'zbekiston GTL zavodi tomonidan tovar xomashyo birjasi orqali xarid qilishga qiziqish ortib bormoqda. O'zbekiston GTL tomonidan Euro 6 mahsulot ishlab chiqaribdi. Mana rahbariyatimiz tomonidan buni namuna tarzida ko'rsatib o'tildi. Taqdimotda ko'rsatilgan mahsulotimiz ekologiyaga hech qanday zarari yo'q, hattoki hidi yo'q. Uchrashuv yakunida mahalliy tadbirkorlarni neft gaz sohasida amalga oshirilayotgan yirik loyihalarga keng jalb etish bo'yicha ustuvor vazifalar belgilab olindi.